Hürmetli tomoshabinlar, san'at umigimizga artist qabul qilmoqchi. Artistlikni yaxshi ko'radigan, belgilik san'at talanti bor do'stlarimiz bo'lsa, umigimizga kelib, intam berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Qandaroq ahvolingiz yaxshimi? Qandaroq ahvolingiz yaxshimi? O'dan to'dingizmi? Ha, birsini izdamsiz? Siz mushu san'at umakining boshlig'imi? Yo'q. Men shu. Men sizni ko'rgan televizorda siz iptot o'ynab chiqsiz. Iptot? Iptot emas, itotdan itot. Itot. Bir ishingiz bormi-da? Men intam beradigan. Agar men o'tib qolsam, meni ikki inim bor. Ularni aytib kelma, ular meningdan yaxshi aytadi naqshni. Voy, sizning bu taqturuqingizdan bir artistlikning azroq bir puruqi bo'lmasa? Nima? Artistlarmi puramda? Artistlikdan azroq xabar bor har qanday bir odamdan san'atning purg'ash gupildab kelib turdi. Ha, tushundim. Ufanglikning purg'idaga. Siz nima kasbda intam bermoqchi? G'azaldan. Naqshida. Ha, to'g'ri, naqsha. Siz men naqshining nazariyasini bilamsiz? Nima? Naqshining nazariyasini bilamsiz? Naqshiningmi nazarisi bormi taka? Nazarisi emas, men nazariyasi deyapman. Nazariyasini ko'rmagan. Bizning malda bir to'xta g'azal deb bir odam o'lib ketganda o'sha odamning nazarisiga borgandim, u odam g'azalni ajoyib yaxshi aytdi. Sarangmi nima? Nima dedingiz? Eshitdim demedim. Rahmat sizga. Qiynamsiz boshlana. Nimani? Voy, g'azal o'qishni-chi? Men qaysi naqshni aytmasam bo'ladi sizga? Siz qaysi naqshni qilsiz? Malum men shu 300 dak naqshni bilaman. Ota bu ne? Men 20 yil yo'qi san'at o'makda cho'g'lab yurib, 5-6 naqsh qilmayman. Men adash 300 naqsh qilmay yurdi. Malum men har millatning naqshidan 50-60 ni bilaman. Bo'ldi. Boshqa gapni qo'yib, sen oldi bilan men hozir jamiyatimizda eqiyotgan moda naqshidan birini aytib baqa. Moda naqsha? Ha. Moda naqsha? Undaqdaysan, bundaqdaysan balangza. Çağan geldi, itimiz pojangza. Undaqdaysan, bundaqdaysan. Bo'ldi. Nima bu? O'zingiz ash jamiyatda moda bo'layotgan naqshni ayting dedingiz-ku. Bu naqshangning nari moda? Ya ahongi, ma tekstimi nima degan tetiqsiz buni? Shunday ma'lum, xudo shu tusamga oshqila o'xshaydi. Va undan nima deb aytdi? Endi mushtaq naqshlar modamikin deyman ha. Eni ustiga ma ko'chadagi deychilarning hammasi mushtaq naqshni vang'ishtirib qo'yib oldi ekan. Mushtaq tetiqsiz bir nimalar yomon tez taqamdi deymi? Xatolashding. Bundan naqshlanmoqu va jamiyatimizdagi bir qism yoshlar yaxshi ko'rishi mumkin. Chunki bo'ldilar. Boshqa bir naqsh ayta. Haq sultanı bir elem, Xudanın kolunda kalem. Yetmemdi Xudayimge, bizge keldi. Nim bo'ldi? Naqshini buni degan qat'iy aytmajima. Nim bo'ldi? Va men naqshining teksti masala bor emasmi? Ha? Uning ustiga men xurofotni tashviq qilgan naqshga bu. Boshqani ayta. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu naqshangning teksti yo'qmi?
Muallim bu tekislar esam, tekisli mesele var desiniz. Enadan bu şu hatırcamlı, tekisi yok nakşının birini etayıp gidesizmi? Allah. Ey, siz kimni ahmoq qilyapsiz? Ha? Siz bilamsiz? Men naqshi degan bu bir fan. Siz mushtaq bir ulug' fanni, mushtaq buyurmasizlik qilsangiz. Men san'at sizni kechirmaydi juma. Men naqshimi sizni kechirmaydi. Muallim, aş sizni deganingizdek qildim-ku. Men sizga deb qo'yay. Naqshi degan bog'i 3 xil uslubda aytiladi. Birisi milliy uslubda naqsh etish. Yana birisi Yevropa usulida naqsh etish. Yana birisi ommabop usulda naqsh etish. Ya tetiksiz uslubda naqsh etishim bor. Men sizdan yana bir narsa so'rab baqay. Siz bu Uyg'ur xalqining atoqli eng minavar naqshlarini bilamsiz? Ishqilib, mushu naqshlarning hammasi men eng atoqli, eng minavar deb oldigan-ku. Ya mening da'vatqinim. Masalan, siz naqshini yoqtirib anglaydigan naqshlar qaysilar deyman-ku? Men Uyg'ur xalqimizning atoqli naqshlaridan Pasha Ishan, Abdul Shakir, Osman Ahmad, Abduli Jarlayev, Fatam Qurban, Risolat Hafiz, G'affar Ahmad qatorliqlarning naqshini bak yoqtirib anglayman. Hey, sen naqsh bilmagining bilan ko'zing xil odam to'naydi ekan juma. Ular haqiqatanmi biz Uyg'ur xalqininki faxrlik o'g'il qizlari. Ular o'zlarining yangroq ovozi bilan xalqimiz uchun shodlik beg'ishlab kelyapti. Biz naqshlarning ovozi faqat mana mush xalqimizga mansub. Muallim, sizmi naqshchimi? Ha, men o'z vaqtida naqsh etadigan bo'lsam, mikrofonsiz necha 10 ming odamga ovozim yetadi. Ay, deydigan bo'lsam, xalqlar xuddi poyezd kelyotgan o'xshaydi deb qoladi degina. Yo'q. Men sana deb qo'yay. Naqshi degan bog'i, necha 100 ming odamning ichidan aran biroz chiqib qoladi juma. Masalan, mana bu 40 yildan oshdi, Pasha qiz hadamdak bir naqshi chiqmadi-ku. Rost. Biz Pasha qizdan naqshi yetadigan bo'lsa, har qanday naqshi jon kirgizib yetadi juma. Ha, rost. Yatqima G'affar akamma mana eli naqshlarini ay voyaga yetkazib etadi. Masalan, ay o'm naqsini bor, shunda payz etilayotgan. Omani tola oru Dileğin kaldı mı yarim? Ey, altınım bileğin kaldı mı? Ay, yarim. Ey, kanda. Nayt yaxshi bo'ldi. Ammo biroq bu purug'ini tazib keltiramiz. Bu naqshi deganda bor-ku, milliy puraq bo'lmasa bekor. Bu muqam bilmagan odam naqshi degan purug'ini faqat ola olmaydi juma. Chunki muqam degan har qanday naqshining jon tomiri. Satarimning toriga jon rishti diyet tarishib Malum. Bu naqshning bu muqamni Osman muqam bundaq etmagan. qanday aytgan? Satarim toriga jon rishti diyet karışıp salsam eninki nalısıydım binavanın ey binavanın könlünü alsam dost ya
Ama bo'ldi. Biroq bu odam ovoz degan bor-ku, seningdek chiqasi bo'lmaydi. Ovoz deganda suzuk chiqiramiz. Masalan, o Davudjon Nosir naqsh etadigan bo'lsa, Terek bostan, terek bostan, terek bostan, terek bostan böyle hayran. Muştak var mı lan? Ama sen bak o naqshini og'zingda aytadigansan ha? Naqshini ig'izda aytmay quloqda aytamda? Amani bilmaydi-da. Naqshi degan nima bu? Ovoz degan nima? Kindikdan chiqarib aytamiz, kindikdan. Kindikdan? Ha. Bu kindikdan? Bunun da qanday ovoz chiqdi? Masalan, qozoq xalqining atoqli naqshisi Hamidkam mana naqsh etadigan bo'lsa, ovozni bu kindigidan chiqarib aytadimi? Bilmayman, Hamidkam. Ay qabaq altın kirpi kızalerim Geldiyse nigaya inatın terim Sarağaç sazga bütkin sekeldenim Kajirde otur eken buran belaman Ayda Bek o'xshidi. Men sendan yana bir narsa so'rab baqay. Sen bu Uyg'ur xalq naqshlarining necha turga bo'linganini bilamsan? Bilma? Yaqinda baqa. Uyg'ur xalq naqshlari, Qashqar xalq naqshlari, Otish xalq naqshlari, Turpan xalq naqshlari, Quchoq xalq naqshlari, Qumul xalq naqshlari, Urumchi xalq naqshlari, Qarmay xalq naqshlari, Ey. Abi nerede bu Urumchi xalq naqshi, Qarmay xalq naqshi degan naqshi bor. Nima da yerda mana? Muallim shu qizib ketib sana o'rtma. Endi ustiga shu atoqli naqshlarning hammasi shu Urumchiga yig'ilg'ashqa Urumchi xalq naqshi bormikin deb qarang. Bu sanashni hamma odam biladi. Eng muhimi şu adam xalq naqshisini ayta olamdi yo'q? Sen ayta olamsan? Aytma. Axir ayt baqa. Dolandik ketmem vay Uçandik çekmem Nakşisam karaysen Vay bala sen o mendek detmem Mana bu Qashqar xalq naqshlari Mingdim birini san Tügimeydi mening derdim Ayrılıp giteydi sen Üzülmeydi köngül riştim Mana bu Otish xalq naqshlari Aman bolsan ey dostlarım aman bolsan Mana bu il xalq naqshlari Rus qamlashdi. Ammo lekin yana muallim men shu 5-6 millatning naqshini chatmiq biroq aytib beray. Biroq ta'lim bermam siz. Bo'ladi. Ida qilib chatmiq naqshani ayta. Voy qiziqgina bu. Voy deyman. 有一个美丽的传说，精美的石头非常多，它
们个勇敢者一智慧，也能给清风者一收获。啦嘿嘿呀嘿呀Bu Mongolca. Bo'ldi. Ben o'xshatdim. Ama ben yana sağda qo'yay. Bu naqshi deganni eslaysan emas. Ya nima? Eng muhimi naqshining ilmiyligi. Qandoq qilganda naqshini ilmiy itqili bo'ladi? Faqat uni ravurus mashq qilgan bilan bo'ladi-da. Sen buni qanday mashq qilganini bilamsan? Yo'q. Sen albatta bilmaysan-da. Undan men sana deb berayim. Bunday mashq qilsa. Mi ma Mi ma ma. Yaxshi. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Yaxshi. Endi sen mushu notaga bir teksilib ayt baqa. Teksilib? Ha. Teksilib? Ha. Men naqshini bek o'qisam, muallimim so'lashidi. Ey, sen kimni da'vatsan? Men meni san'atga qabul qildigan muallimni dedim. Ha, manda demamsan. Ben de meni da'vat qilishga da'vat qilibdi men. Ey, sen intandasan, intandan o'tkidaksan juma? Muallim, men atgan intan beryapman qo'y. Yo'q. Ey, men degan men san'at o'makning shopiri. Nima? Siz boshqa emasmi? Yo'q. Siz mashinangizni aytib atgan haqini avar qilsangiz. Yani o'zim da ishib ko'rib baqdim. Ey, biroq siz san'atga doir jiq ishlarni bildikansiz a? Ha, men quloq pishib ketdi-dan, quloq pishib ketdi. Haras, men sizni intam oldiganlarga tanishtirib qo'yay. İntandan ötüp kalsanız, ertesi gün oyun koyup verip kalsak, ben maşinini aydap mangsam, fakat uykum keleydi kalktı, siz birden nakşıysınız, benim uykum içildi kese kadar dedim. Ma'qul muallim, qishingizda poyezdek vaqirab uyquingizni ichib ketdilar. Jiro muallim, meni aytib, Jiro.